Tinglama nechta haqiqiy yechimga ega debdi 20 da. Ildiz 4 minus x kvadrat bo'lgan kosinus x barobar 0 bo'lyapti. Tinglama nechta yechimga ega degan. Xo'p, aniqlanish sohasini olsak, 4 minus x kvadrat katta yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. Bu yerdan x kvadrat minus 4 qilib yozsam, kichik yoki teng 0 dan bo'ladi. Buni biz x plus 2 x minus 2 0 dan kichik yoki teng desak, yechimi minus 2 dan katta yoki teng x kichik yoki teng 2 dan bo'ladi. Plus x qiymatlari mana shu oralig'ida bo'lishi kerak, aniqlanish sohasiga ko'ra. Demak, ifodamiz 0 bo'lish uchun alohida har bitta mana bu ildiz ham, bu kosinus ham 0 bo'lishi kerak. Shuning uchun alohida 0 ga tenglashtiramiz. 4 minus x kvadrat 0 bo'lsa, mana ildiz ham 0 bo'ladi. Bu yerdan chiqib keladi ildiz plus minus 2. Ya'ni mana minus 2 ikkilar tengligi borligi uchun bular bu yerda hozir 2 ta bor. Kosinus x 0 ga tenglashtiramiz. Bu yerdan kelib chiqadi x teng pi taqsim 2 plus pi k. Xo'p, k ga qiymat berib, shu oraliklarni tekshirib olamiz. Xo'p, k ga demak qaysi qiymatlar qo'ysam bo'ladi? K ga minus 1 qo'ysam, minus 2 qo'ysam bo'lmaydi ekan, chiqib ketib qolar ekan. Minus 1 qo'yadigan bo'lsak, minus pi taqsim 2 bo'ladi. Minus pi taqsim 2 mana e'tibor bersanglar, mana 3.28, 3.14. 2 bo'lsak 1.67 mi? Yo'q, 1.57 da. Minusdan 1.57 bo'ladi. Minusdan 1.57 mana bu oralikqa kiradi. Shuning uchun mana buni yechim sifatida olamiz. Keyin k ga 0 qo'ysak, nima bo'ladi? Pi taqsim 2 bo'ladi. Bu plusdan 1.57 bo'ladi. Bu mana bu oralikqa kiradi. Demak, k ga minus 2 qo'ysam, chap tarafga o'tib ketib qolar ekan, minus 2 dan chap tarafga. K ga hozir yana hozir 1 qo'ysam, bu 3 pi taqsim 2 bo'ladidan u oshib ketib qoladi 2 dan. Demak, bu yerda ham nechta bor ekan? 2 ta bor ekan. Jami 4 ta bo'ladi. Nechta haqiqiy yechimga ega? Javobi B javob bo'lar ekan. Maqsudbek, tushunyapsanmi? Ana endi 21 5 ta sinus 4x plus sinus kvadrat x barobar kosinus 4x bo'lyapti. Xo'p, bemalol buni kosinus 4x ga bo'lib o'rsanglar bo'ladi buni. Mana 5 ta nimani beradi? Tangens 4x deb beradi. Mana bu nimani berib qoladi? Bu tangens kvadrat x deb beradi. Mana kvadrati bilan sinus kvadrat x tangens deb beradi. Keyin nima qolib ketadi? 1 taqsim kosinus kvadrat x qolib ketadi. Bu esa nimani beradi? 1 deb berib qoladi. Keyin bir zamonlar sizlar bilan mana bunaqa trigonometrik ayniyatni yozib berdik. Esimizda shu. Bilasizlarmi? 1 taqsim kosinus kvadrat x aynan shunga teng edi. Shuning uchun mana buni o'rniga mana buni olib borib qo'ysam bo'ladi. 5 ta tangens 4-darajali x plusdan tangens kvadrat x 1 taqsim kosinus kvadrat x o'rniga 1 plus tangens kvadrat x olib kelamiz, barobar 1 bo'ladi. Endi yozib olaman. 5 ta tangens 4-darajali x mana buni ko'paytirsam 4-darajali x bo'ladi. Mana bunga qo'shiladigan bu 5 ta emas, 6 ta bo'lib qoladi. Plusdan tangens kvadrat x mana bu tarafga olib o'tadi. Mana shunaqa qilib qo'yar ekan. Ko'paytiruvchi ajratamiz bularni endi. Xo'p. 3 ta tangens kvadrat x 2 ta tangens kvadrat x qilaman. Barobar 0 bo'lyapti. Mana ko'paytmasi minus 1 bo'lishi kerak ekan. Mana bu plus chiqib kelishi kerak ekan. Demak, mana buni plus 1 qilaman, bunisi minus 1 qilamiz. Shunda ikkalasining ko'paytmasi 6 ta tangens 4-darajali x deb beradi.
Mana bu 3 ta tangens kvadrat x'da bu minusdan 2 ta tangens kvadrat x'ni beradi. Soddalashtirsa ikkalasini qo'shib bitta tangens kvadrat x bo'lib qoladi. Ikkalasini ko'paytmas minus 1 bo'lyapti. Demak, mana bu hech qachon nimaga teng bo'lmaydi? 0 ga teng bo'lmaydi. Mana chunki musbat son kvadrati bor. Musbat songa musbat son ko'paytirib, musbat son qo'shsak 0 ga teng bo'lmaydi. Faqat tangens kvadrat x mana shu 1/3 bizda 0 ga teng bo'ladi. Mana shu 0 ga teng bo'ladi. Bundan tangens kvadrat x 1/3 chiqib keladi. Bu yerdan tangens x topib qo'ysak, plus minus 1/3 bo'lar ekan. Qachon shunga teng bo'ladi tangens? Necha gradusda? 30 gradusda edi. Ya'ni pi taqsim 6 da. Demak, biz yozsak bo'ladi x teng plus minus pi taqsim 6 plus pi ga qilsak bo'ladi bemalol. Shu javob bor a? K qarashli z. Tenglamani yechimi shu. Javobi B javob bo'lyapti. Xo'p, 22 ga keldik. 7 taqsim kosinus kvadrat x minus 1 taqsim kosinus x ayrilgan 6 barobar 0 bo'lyapti. U demak minusdan minus 4pi dan 5pi taqsim 2. Quyidagi tenglamang mana shu oraliqdagi, demak minus 4pi dan 5pi taqsim 2 gacha bo'lyapti. Shu oraliqdagi ildizlar sonini toping deyapti. Nechta ildizi bor demoqchi. Xo'p, ko'rinib turibdi 1 taqsim kosinus x ni nima deb olsak bo'ladi? T deb olsak bo'ladi. Shunda mana bu 7 ta t kvadrat bo'lib qoladi. Minus t minus 6 barobar 0 bo'lyapti. Ko'paytuvchi ajratsak buni. Demak 7 ta t bo'lyapti. Minus 1 plus 6 qilamiz. Barobar 0 bo'ladi. Ko'paytirsak 7 ta t kvadrat minusdan 7 ta t plusdan 6 ta t mana uni beradi. Ikkalasi minus 6 ni beradi. Xo'p. Endi biz o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, t xullas minus 6 taqsim 7 ga teng bo'lyapti, t teng 1 ga teng bo'lyapti. Birinchi ildiz, ikkinchi ildiz. Endi yaxshilab e'tibor bersak, 1 taqsim kosinus x minus 6 taqsim 7 bo'lyapti. Kosinus x minusdan 7 taqsim 6 bo'lyapti. Oyog'ini osmondan qilsak. Bunga teng bo'lishi mumkin bo'lsa, eng kichkina qiymati minus 1 ku. Undan kichkina qiymatga teng bo'lmaydi. Chunki buni olmaymiz. Bunga teng bo'lmas ekan. Bunga teng bo'lmas ekan. Xo'p, 1 taqsim kosinus x 1 ga teng o'shani nima qilib olsak, kosinus x bu yerda 1 chiqib keladi. Qachon 1 ga teng bo'ladi kosinus? X teng 2 pi dan, to'g'rimi? 2 pi da shunga teng bo'ladi. K qarashli z bo'ladi. Demak, x qiymatlari mana shunaqa ekan. Tepaga olib borib qo'yamiz. Minus 4pi dan katta yoki teng 2 pi kichik yoki teng 5 pi taqsim 2 qilamiz. Pilarga qisqartirib yuboraman. 2 ga bo'lib yuborsam mana bu minus 2 bo'ladi. Katta yoki teng bir k qoladi. 2 ga bo'lib yuboryapmiz. Bu yer esa 5 taqsim 4 bo'ladi. Bu yerda k ni qiymatlari minus 2 bor, minus 1 bor, 0 bor, 1 bor, to'g'rimi? Demak, nechta k ni qiymati bor bu yerda? 4 ta borligi uchun shu oraliqda ildizlar soni ham 4 ta bo'ladi. D javob bo'lar ekan. Xo'p, 23 bo'ldi. Mana bu hozir bitta kino bo'lib ketadi.